Bir sahoba ayolni payg'ambarimiz aytgan so'zi e'tiborimizni tortadi. Bu ayolni 5 ta bolasi bor. Eri o'tgan beva ayol 5 ta bolasi bilan. Rasululloh mana shu ayolga xaridor bo'ldi. Bu ayolga Rasulullohning juft haloli bo'lishlik sharafi taklif qilindi. Mo'minlarning onasi bo'lishlik sharafi taklif qilindi. Qaysi ayol rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad alayhisalomga zavjai mutahhara bo'lishini xohlamaydi? Hamma ayol xohlaydi. Ammo bu ayol nima dedi? Ya Rasululloh, meni 5 ta bolam bor. Agar ularni xizmatini qilaman desam, sizni xizmatingizni qila olmay qolaman. Agar sizni xizmatingizni qilay desam, ularni rioya qila olmay qolaman. Ikkala holatda ham men zulm qilib qo'ygan bo'laman, deb payg'ambarimizga uzr aytdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: Yarhamukillah, inna khayra nisa rakibna a'jazal ibil, solihu nisa'i Quraysh, ahnahu ala waladin fi sigar va ar'ahu ala ba'li bi zati yad. Diqqat qilinglar. Bu ayollarimiz yaxshilab eshish kerak bo'lgan narsa. Rasululloh aytdilar: Quraysh ayollari tuya minadigan ayollarning yaxshirog'i, ya'ni sahroyi badaviy arablarning ayollarining ichida Qurayshda ayollari yaxshi ayollar. Ular bolaga mehribonrog'i va eriga molini tejab ishlatishda g'amxo'rrog'i dedi. Bolaga mehribonrog'i, eriga g'amxo'rrog'i. O'tgan darslarimizda aytildi: Ayyuma imratin qa'adat ala bayti awladiha fahiya ma'iya fil janna. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Jamius Sag'irdan. Rasululloh aytdilar: Qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Qaysi bir ayol bolalarini uyida o'tirsa, shularning tarbiyasi bilan jannatda men bilan bo'ladi desak, endi kimdir aytish mumkin ayollarda: nima endi uyda o'tirishim kerakmi ko'chaga chiqmasdan? Men ham dunyoda ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi desa aytamiz: bemalol yuravering. Bemalol yuravering, ko'chalarda gezing. Yana kimlargadir o'xshamoqchi bo'lsangiz, o'shalarga o'xshab yuring. Farzandlar bir gap bo'lar, ular ham bir katta bo'lib qolar, umringiz uyda o'tib ketmasin deymiz. Payg'ambarimizning bu hadisi muslimalarga aytilgan deymiz. Siz bilganingizni qiling deb aytamiz. Bu hadislar kimlarga aytilingan? Musulmon opa-singillarimizga aytgan. Qolganlar bilganini qilaversin. Shuning uchun birodarlar, qaysi bir ayol kishi ona bo'lgan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasini chiroyli qilsa, kiyim-kechagi ovqatini chiroyli qilsa, tozaligiga rioya qilsa, tarbiyasi bilan shug'ullansa, balog'atga yetib komil inson bo'lguncha farzandlarini xizmatida qoyim bo'lsa, bu ayolning maqomi, makonati oliy bo'ladi. Uyida o'tirgan ayol afzal bo'ladi 1000 marta. Hatto ayrim erkaklardan baland bo'ladi maqomi.